Bir qarashda oddiy, lekin videoni oxirigacha ko'rmasangiz, eng katta sirni o'tkazib yuborasiz. Niderlandiyada shunday axlat qutisi borki, uni dizayni sizni chindan ham hayratga soladi. Tashqaridan qaraganda oddiy axlat qutisiga o'xshaydi, lekin ichi siz o'ylagandan ham katta. Bu sir faqat tozalash xizmati kelganda ochiladi. Axlat qutisi to'liq ko'tariladi va ostida, yer ostida yashirilgan ulkan hajm paydo bo'ladi. Eng aqlli jihati esa pastki qismidagi avtomatik qopqoq. U tozalash paytida o'zi yopilib, hech kim tushib ketmasligini ta'minlaydi. Shu aqlli yechim tufayli bu axlat qutisi juda katta miqdorda chiqindini sig'dira oladi, lekin yer ustida deyarli joy egallamaydi. Shuning uchun u odam gavjun shahar hududlari uchun ideal hisoblanadi. Oddiy ko'rinadi, lekin juda aqlli. Endi savol, sizningcha shunday yer osti axlat tizimlari bizda ham joriy etilsa, shahar qanchalik toza bo'ladi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.